Biz qiraat qilganda birinchi Fatihani o'qiymiz. Anan suratni o'qiymiz, zam surani. Teskari qilgan bo'lmaydi. Tushunarmi? Birinchi Fatiha o'qiladi, vallollin amin degandan keyin endi sen zam sura qo'shasiz. Al yerda adashtirgan birinchi zam surani o'qib, ortidan Fatiha o'qiganda bo'lmaydi. Tushunarmi? Taqdimul Fatiha ala sura bunday vojib. Qiraatu sura ba'da al-Fatiha bunday vojib. Qiraatu sura bunday vojib. Ada'u ruku ba'da qiraati sura. Ada'u ruku ba'da qiraati sura. Rukudan keyin, suradan keyin, qiraatdan keyin ruku qilishlik. Bunday vojib tartib. Birinchi Fatihani o'qidim, undan keyin zam sura o'qidim, endi ruku qilasan. Shu tartibini ketasan. Ada'u ruku ba'da qiraati sura. Ada'u sajda ba'da ruku. Sajdani neden keyin qilasan? Rukudan keyin qilasan. Bunlar bardagi tartibga kelgan masalalar, hozir aytgan masalalar. Anan al-qa'datul ula. Qa'da ula, qa'da akhira deydi. Qa'da ula degani birinchi o'tirganda aytiladi. 4 rekatlik namoz bo'lsa, 2 rekatdan keyin o'tiramiz. O'shu o'tirganda qa'da ula deb aytiladi. Qa'da akhira degani oxirgisi 4-rekatda o'tirganda aytiladi. O'sha qa'da ula dag'in o'tirishlik bu dag'in lekin vojib. Qiraatu tashahhud fil qa'datayn. Iki qa'dada birinchi o'tirganda, ikkinchi o'tirganda dag'in tashahhudni at-tahiyatu lillahi deb at-tahiyatni o'qishlik bu dag'in vojib. Qunut fil vitr bu dag'in vojib. Vitr namozida o'qiymiz. Qunut duosini bu dag'in vojib. Tushunarmi? Al-khuruj min as-salat bit-taslim bu dag'in vojib. Namozda salom berib namozdan chiqu. Bu dag'in vojib. Demek salam beribsen chiqib ketgan bo'lsam ne bo'ladi? Hozir aytamiz, vojib tark bo'lgani uchun ataylasa i'ada qiladi namozni, qaytaradi. Aytaylabasa, anda sajda sahmidan to'liq bo'ladi. Ta'dilul arkan. Ay ada'ul arkan fi tumanina va i'tidal. Har bir rukunni shashbay, aqrindiq bilan atqaru. Bu da vojib. Ta'dilul arkan bu da Hanafi mazhabida vojib bo'lganlar. Misoli, ruku qildim, rukudan keyin tik turdim. Tik turganda shunday turishing kerak. Har bir mücha o'z avvalına qaytib kelsin. Qiymal harakat to'xtasin. O'sha ta'dilul arkan. Bu vojib. Epti o'yla, bunday o'yla tik turalaga ketib qolsang, bo'lmay qoladi. Sajdada o'shanday, rukuda da o'shanday, o'tirganda da o'shanday, bardig'inda har bir amalni to'liq qilish kerak. O'tirdim, o'tir. Rukuga bordim, rukuga bor tegiz. Qaytib kelsin. Har bir mücha qaytib ketib, qiymal harakat to'xtash kerak. Tushunarmi? Qiymal harakat to'xtash kerak. Ushul tumanin deb aytiladi, ushul i'tidal deb aytiladi. Ushul shart namozda. Ondan keyin ikkinchi rukunga, ikkinchi harakat boshlash kerak. Agar jetbesdan turib boshlab qo'ysa, al tur emas bo'lib qoladi. Tushunarmi? Ta'dilul arkan bu dag'in vojibat. Demak, ne oldu? Negizinden vojiblar ushullar. Ushularni birosini tashlab qo'ysa, je taqdim ta'xir qilib qo'ysa, aning sababidan namozda ham kemchilik bo'ladi. Al kemchilikni biz endi sajda sahvidan joyamiz. Sajda sahvidan joyamiz. Ana babu sajda sahvi degan o'zincha babda dag'in qanday suratlari bor, ala bardig'ini bir tafsil inshaalloh bayon qilinadi.